Tim Horton'da işlеген ayol. Abdori Gülşen Abdüqadir. Post. 2. qism. İngilizce öğreniş mektabida. 6 aydan keyin. Men Meryemgül Abdurahman. Hazır Kanadaning İngilizce 2. tilim degan cho'nglar maktabida o'qiyapman. 3. sınıfga chiqdim. Kanadaga bizdan burun kelgan bir qarindishimizning yordam qilishi bilan ma'lumizdiki bu maktabga kirib inglizcha o'qishni Tim Hortonga kirishib qolgan kunning ertasiga boshlab o'tgan edim. İngilizce 1. darsimni boshlagan kunim mening maktabga tizimlatish qog'ozimdagi ismimga qarab muallimim hayron qoldi. Qog'ozning ustida Maliya Magoli Abdurahman degan bo'ynimga asadigan o'quvchilik kartochkamdan tashqillab ketadigan bu ismimni ko'rib muallimim "Wow!" deb ko'zlarini chaqchatgancha mo'rlarni qisib degandek har xil badan harakat tillarini qo'llanib bir nimalarni deb inglizcha qaldirlab ketdi. Manga yordam qilib meni bu maktabga akilib tizimga oldirib qo'ygan bu inimizning tarjimonlik qilishi bilan muallimimning bu ism bakli uzunkan. Men bundaq uzun ism familiyani ko'rib baxmagan. Agar u xolisa biz uning ismini qisqartib Maliya deb chaqirayli davatqanligini bildim. Asli dadam azon aytib qo'ygan ismim Meryemgül Abdurahman edi. Ammo hozir Maliya deb chaqirilish oldida turmoqda edim. Maliya. İçimde özümge pichirildim. Ko'nglim bak yerim bo'lgandek bo'ldi. Hada, Maliya deb chaqirsa bo'lamdi? Javob berayotgan bo'lsangiz, oldiraydi ekan, degan ovoz bilan aslimga keldim. Aslida, yo'q, meni Maliya emas, Meryem deb chaqirsin demoqchi edim, deyolmadim. Eng to'g'risi, deyishga jur'at qilolmadim. Shunday qilib, asli ismim Meryemgül, keyin Maliya Magoli, amdilikda bo'lsa Maliyaga aylanib qolgan edim. Manga Kanadaning cho'nglar inglizcha maktabining 1. sinfiga kirishimga tarjimonlik qilib bergan bu bola maktabdan ayrilish oldida manga "Hada, sinfingizda Xitoylar bakchiqkan. Eng yaxshisi o'zingizni hozircha Uyg'ur, Jungoning g'arbidan keldim deb tunishtirmay turing", dedi. Nemishga? Ciddi savol so'rdim men uningdan. Buning javobini keyin bilib qolsiz edi. Hozircha men Turkiyadan keldim. Turk deb turing. 5-6 oy o'tgandan keyin rasmiy holda o'zingizni tunishtirsangiz bo'ladi, dedi manga va shundoq qilarsiz hada, men bek oldirayman. Ishga chiqadigan vaqtim bo'lib qoldi, dedi da ketib qoldi. Voy xudoyim, ismim Maliya, millatim Turk, davlatim Turkiya. Men manga tava hech nima qilmagandek his qildim. G'ururim dapsanda bo'layotgandek bir sezimga duchor bo'ldim. Kanadadak bir demokratik davlatga kelibmi, milliy kimligim masalasida o'zimni ifoda qila olmayotdim. Men yuqorida bo'lib o'tgan ishlarni yo'ldishimga aytmaslikni yana qaror qildim. Chunki yo'ldishim milliy kimlik
va vatan haqida balalarga va boshqalarga dars bering desa, jahonni beshingga kiysan. Endi o'zingga kelganda qilib yurgan ishlaringni qara, deb meni masxir qildi va ko'tirib qo'pqisiz taptani ichida qolaman. Xayriyat, bularning hammasini o'ngshayman. Buning uchun vaqt kerak. O'zimning qaysi millat ekanligim va vatanim haqida bu sinfdagilarni emas, balki butun kanadaliklarni xabarlantiradigan va ularni hayron qoldiradigan kunlar hamon keladi deb tasalli berdim o'zimga va shundoq qarorga keldim. Shundoq qilib Turkiyadan kelgan turk o'quvchi Maliya bo'lib 6 oyni o'tkazdim. Xitoy savoqdoshlarim menga intayin yaxshi muomala qiladi. Ular menga: "Sizlar turklarning qosh, ko'z va kirpiklaringlar bak qo'yiq, uzun va chiroyli keladi" deydi. Dars jarayonida o'qituvchi bizni bir qancha guruhlarga bo'lib, inglizcha talaffuz qildiradi va mashqlarni ishlatadi. Bundaq chaqlarda Xitoy savoqdoshlarim: "Maliya, sen bizning guruhga kel" deb talashadi. Tunugun 3-sinfda o'rgangan inglizchamizni amaliy ishlatish yuzidan sinfda o'zini va davlatini tonishtirish leksiyasi o'tkazildi. Aslida buni bir hafta burun muallim topshiriq qilib bergan edi. Men beshimga chiman do'ppa, uchamga o't qashdek qizil atlas ko'ylak kiyib sahnaga chiqdim. Kompyuterimdagi dunyo xaritasini tamga tushirib turib, Jongo degan joyni va uningdagi hamma o'lkalardan alayda cho'ngligi bilan farqlanib turadigan g'arbiy qismini topdim. Mening ismim Maliya Muguli va yoki Maliya emas, Maryamgul. Men so'zlagach ismimni doskaga yozdim. "Okay. Undaqda nemishki isming kimligingda Maliya Muguli, familiyang Abdurrahman bo'lib qolgan, bizga inglizcha tushundir" dedi muallim meni yetaklab. Chunki Jongo hukumatining o'zlari tarqatgan ma'lumotlarga asoslanganda, Jongoning bu yerdagi g'arbiy qismida 9 million Uyg'ur musulmon yashaydi. Shunga biz Uyg'urlarning ismimizmi Xitoycha talaffuz qilinishi kerak. Shu vajidan ismim va familiyam shundoq bo'lib qolgan, dedim men xarita orqali o'zimni tunishtirib. Muallim: "Okay, tushundim. Men sizlarni bilaman" degancha kompyuterdan bir narsalarni izlashga kirishib ketdi. Sinf ichidami g'ulg'uli boshlanib ketgan edi. Xitoy savoqdoshlarim bo'lsa, xitoychilab Tashi Xinjiang Weizu deyishmoqda edi. Men shu kuni yana Uyg'urlarning kiyim-kechak madaniyati bo'yicha do'ppi madaniyatini ko'rsatdim. Uyg'urlarning do'ppi turlari 100 xildan oshadi. Har qaysi rayon va shaharlarning o'zgacha do'ppi turlari bor. Sen bir odamning beshidagi do'ppisiga qarab, "Ha, mavu asharlikkan, masharlikkan" deyalaysan, dedim men yana. Mening oddiy 3-sinf inglizcha saviyam bilan so'zlagan bu leksiyamdan muallim intayin ta'sirlandi va menga: "Maryamgul, sen bizga Jongodan kelgan, ammo Xitoy bo'lmagan bir millatning hikoyasini so'zlab berding. Men Google'dan tekshirsam, sizlar Kanadadagi
nupuzi eng az millatlarning biri ekansizlar. Ammo o'zgacha va chiroyli bir madaniyatinglar bilan Jungoga qaytarilganligi haqida xabarlar kengri tarqalgan edi. Shu kundan e'tiboran Xitoy saboqdoshlarimning menga bo'lgan muomalasi tubdan o'zgarib ketdi. Men hayron qoldim va mening bu maktabga kelib tizimiltishga yordamda bo'lgan inimizning nima uchun undaq deganligining ma'nisiga yetgandek bo'ldim. Tim Horton Kanadaning dangliq qahva markasi. Xuddi Starbucks Amerikaning dangliq markasi bo'lganidek, Kanadadami Starbucks bor. Ammo u qimmatligi bilan baylarning qahvasi. Tim Horton bo'lsa, o'tirhol turmush saviyasidagi kishilarning qahvasi. Men hozir har kuni bir qatim Tim Hortonning qahvasini ichib turaman. Bir qo'limda Tim Horton degan xat yozilgan qog'oz karton stakanga qachilangan qahva. Bir qo'limda gazet, bo'ynimda sumkam. Torontoning qaynamiga sho'ng'ib ketdim. Hey, Xudoyim buyursa, 5-sinfni bitirib olsam, Tim Hortonga iltimos qilaman deb o'ylaydim men maktabga ketayotgach. Milliy kimligim haqida sinfda so'zlagan leksiyamdan keyin ko'p yeniklab qoldim. Hozir kechalari kulimsirab uxlayapman. Oildimi intayin rohat, xushxuy bo'lib qoldim. Tamoq yeyotgach, men qilgan chaqchaqlardan 2 balam uchaylari uzilib qolg'idak, teliqib kulib, yerlarda o'ltirib qoldi. Her halda bu ötkelden yo'ldashimga uqtirmay aman esen o'tib oldim. Ammo bu deganlik hamma nima tugidi deganlik emas. Men yana Kanada hukumatiga iltimos sunib, o'zimning va oilamizdagilarning ism familiyasini to'liq o'zgartishim kerak. Qaraganda Kanadada qiladigan ishlar bak jiqdak turadi. Xap, 5-sinfni bitirib olsam, ismlarimni to'liq o'zgartib, bu yukdan to'liq qutulib ketaman deb yana o'ylaydim men. Ba'zi kunlari ko'zimni yumsam, men tug'ilib o'sgan ashu xilvat shahardagi do'st birodar, qo'lim qo'shna xizmatdoshlarim menga qarab, "Hey, Malyamguli Abdurahman" deb meni mazoq qilib kulayotgandek bir ko'rinish ko'z oldimga keladi. Ular meni, "Bizga amal yo'q. Sening texicha Malyamguli bo'lib yurayotganing qiziq-da. Hey" deb mazoq qilayotgandek bilinadi. Ular texi Maliya degan ismlarimni bilmaydi. Tim Hortonda ishlashga kirishib qilishdan boshqa milliy kimligim masalasini Kanadaliklarga tushuntirishdan iborat yana bir mas'uliyat tuyg'usi dumbamga yuklangandek his qildim. Bularning hammasi Kanadaliklarga nisbatan intayin oddiy bir ish bo'lsa-mu, ammo mendek bir yangi keldi ko'chman uchun xeyli kuch talab qiladigan ishlar edi. Bo'pti. Suvning kuchi asta. Ammo zamonlarning o'tishi bilan kichik tuproq va qirlarni o'ziga qo'shib cheksiz ketgan daryolarni shakllantirdi. Bo'pti. Kichik bo'lsa-mu bir g'oyam bo'lsin-da. Herkes daryo yuzda eqib ketayotgan yo'pirmoq va samonlarga o'xshab qolmay. U narsalar o'zi oqmaydi, balki suvning kuchi bilan ularni oqtiradi. Men herkes
o'zi oqmay, suvning kuchi aqtirdigan suv yuzidagi saman yog'ochlari bo'lib qolmayman, deb o'zimga tasalli va madad beratdim ba'zida. Tünügün türkçe bir material körüp etip, mundaq bir cümləgə közüm çüp qaldı. Vətənnin ot pıraqlarını və vətən söygüsünü texama aşuray. Vətənnin qədrigə bəkrək yetey desən, bir məzgil vətəndən ayrılıb çət əldə yaşa. Şundaq, bu nəhayətimi toğri gəp, dəb təsdiq qıldım içimdə. Mən çət əlgi chiqqandan buyan, bo'libmi Kanadaga kelgandan buyan vatan xotirlari bilan yashadim. Bu xotirlar ichimni illatib, meni jasurlikqa yetaklab turdi. Tim Hortonda ishlashga kirishib qolgan kundan e'tiboran haftada 1-2 qatim Tim Hortonga kirib qahva ichgach, uning ichidagi xizmatchilarning ishlash ahvolini kuzatadigan bo'lib qoldim. Ko'z oldimda, hayotimda hech ko'rib baxmagan mulozimat sistemasi turmoqda edi. Xizmatchilarning qahva, choy va sovuq ichimlik, shundaqla atdiganlik nashtalik tayyorlashdagi tezligi va moslashishchanligi hayron qilarlik edi. Bularni kuzatgancha, hey, mendek bir tünügün kelgan ko'chmanning Kanadadagi 1-nomerlik tez mulozimat o'rniga kirib ishlashi mumkin emasdek turdi. Tim Hortonga qiziqib qilishdan voz kechayjumu debmi o'yladim. Ammo shu minutlarda yana his tuyg'ularim bilan g'ururim yaqisqishib qoldi. Lükçək g'ururim azvaylashga boshladi-da, hislarimga mush atdi. Ro'yitim qattiq bir munozir portlashiga maydon bo'ladi. Shundaq chaqlardi men. Xudoyim buyursa, cho'qim ishlayman, deydim qiziq qahvani yutum ichgach. Uzun o'chratlarni bir stakan qahva uchun savrchanlik bilan tugitib, qahva ichayotgan natnush bu millatga qarab, jannat haqida o'ylanib qoldim. Onamning har kuni atgan choy ichmasa, ishchim qurib ketdi deyishlari bilan inglizlarning bir stakan qahva uchun uzun o'chratda turishlari va vaqt isrofchiligi moyatda ikki millatning o'ziga tava jannatini izlashi edi. Jannat degan nima? Sening jannating bilan mening jannatim o'xshamaydi. Atgan choy Uyg'urning jannati bo'lsa, albatta qahva inglizning jannati. Sening jannat uquming bilan mening jannat uqumim o'xshamaydi. Sen jannat deb tushungan narsa men uchun do'zax bo'lishi mumkin. Xuddi Chelonxon ordisidagi Ishparxonga berilgan jannatlarga nazarni solmagan Ishparxonning yo'pirmiqi kumush, mevasi oltin rang yurtimning mevilik daraxtlarini keltir deganidek. Altın qasrlar ichidagi bir inglizga o'xshagan lag'man pololaringni etib berib, buningga jannatning ta'mini tetyapsan deyolmaysan. Chunki u har kuni o'zining pesasini seg'inib, urdi va yosh to'kidi. Ba'zida sening jannat deb berayotganing qarshi tarafga do'zax bo'lib bilinishi mumkin. Har millatning shundaqla har kallaning o'ziga xos jannati bo'ladi. Dunyoga kelib o'tgan har qandaq imperator, podshohlarmi jannatlarni
boshqalarga majburiy tengish bilan g'alaba qozonolmagan. Vatanning kengri ketgan bo'stonliq etiz boshlarga bir ko'ra qaymoqliq etgan choyni ichqib olib, o'rgilibmi, cho'rgilibmi, so'rib ichib kun o'tkazdigan bir onaga güppida purab turdigan Braziliyaning esil qahvasini tanglisang, buningga yuragim chilashmaydi deb sening qo'lingni yondirdi. Demak, uning ma'naviy jannati atgan choy. Har vatan bir jannat. Kanadaning 1-nomerlik tez mulozimat restoranida ishlashga xushtormand bo'lib qolgan kundan e'tiboran, shundaqla Tim Hortonni pat-pat ziyorat qilishga boshlagan kundan e'tiboran bir bulungda o'ltirib jannat haqida ko'p o'ylandim. Tim Hortonga qahva ichish uchun kirgan har qatlamning odamlarini kuzatdim. Quliqimga haqiqiy bir jannatda yashayotgan kishilarla bejiralaydigan bir yangroq kulki sadosi urilib turadi. Uyga qaytib borgandan keyin menmi shundoq yangroq va jarangliq, shundaqla yurakning ichki qatlamlaridan kelgan bir kulkini amalga oshira olamdim yo'q degan maqsadda aynakka qarab turib kulib baqdim. Hayron qolarliqi, men bu ishni bejarolmadim. Og'zim kulish uchun echilishi bilan tang ko'zlarimdan yoshlar to'kilib ketyotdi. Shundan e'tiboran ko'chalarda erkin ozoda paranglashib, kulki chaqchaqlar bilan g'am qayg'usiz ketayotgan odamlar to'piga qiziqish bilan qaraydigan bo'lib qoldim. Quliqimga har anglangan yurakning qat-qatlarini yerib, xuddi tangli ichilgan kaktus gullardek chiqayotgan kulki sadolari meni kulka, jannat va vatandan iborat bu temining yildizni izlashga boshlab kirdi. Ko'chalardagi e'lon taxtalarga chaplab qo'yilgan rasmlardagi g'uborsiz kulki sohiblariga uzoq tikilib qarab turib ketatdim. Xap, inglizchamni cho'qim yaxshilab, Tim Hortonga kirib ishlashni amalga oshirgandan keyin men kulki haqida tadqiqot elib boraman. Men buni kanadaliklar nima uchun shuncha jasur, shuncha tabiiy, shuncha yurakdan kulalaydi? Ammo men nima uchun undaq kulalmayman degan savoldan boshlayman deb o'ylaydim men. Har kulka bir vatanga mujassam. 2 qism tugadi.